ne zohani. Ali bir yaxshi qildi. Bunaqa qo'sh yo'q. Yamir ikkita yaxshida qo'sh bor haddin. To'pa to'g'ri 55 ming beraylik. Beringlar, ma'qul kelsin. Ali, yengil savdo qilaylik, bir-birimizni qiynamaylik aka. Siz birinchi marta ko'rganmi? Endi bunga hamma shu aka. Siz qanaqa uzgansiz bilinmadi, 55 ming aka. Bo'libdi, bering. O'sha narxga so'rasang shu narxga uzganmiz deyapti aka, bo'ldi. Endi o'sha bizlar shu dardimizni aytmay qo'yaylik. O'sha aytyapman-da, bugun hamma shunaqa kun ekan bugun aka. Nima qilasiz? 80 ming qilasizmi? Shunaqa gap aka. 55 mingga bersangiz oldi. O'tini yengil qilib bering aka, ko'tarmaydi, ortiq. Hali ikki marta savdo qilmaylik aka. To'g'risida bitta savdodan olaylik. 60 ming so'mga bersangiz oldik. Bering. Qo'shadigan emas, rostdan qo'shadigan qolmadi. Ichkariga 1000 so'm qilmadi. Ma'qulga 60 mingga bering. Bering. Aka, bering. Chasini xudo bersa, hech narsasi qolmadi. Bering, sotasizmi? Radyo bozor tuzilmamiz. Aka, bugun iloji boricha ziyonsiz mana shunday qilib tirketib olgan odam yutadi. Bugungi kunda aka, mana bugun 28-aprel sanasi shunaqa qilib